Assalomu alaykum O'zbekiston! Yo. Assalomu alaykum O'zbekiston! Assalomu alaykum yaqinlarim, birodarlarim. Qozog'iston bavurlarim. Rahmat sizlarga. Meniki bizga mehmon bo'lib raqibimiz keldi. Meni kechiringlar, o'zbekcha mushlardan urib, nakot qilib qo'ydim. Xudo xolasa bu boshlanishi oddiy qishloqdan eshak minib qo'y boqib yurgan yigitni qiladigan ishlari. Bu hali davr davom etadi. Bu davrda hali farzandlariga aytib beradi insonlar. Oddiy qishloqdan kistasida bir so'm puli bo'lmay, ko'chalarda och, xor, zo'r, do'stdan kuyib, sevgidan kuyib, aka-ukadan kuyib. Bor dunyo qiyinchiliklari ko'rib, to'xtamasdan ta'til davom etib, mana shu davraga kelib dars davom etadigan o'zbegimda o'g'loni bo'ladi, Saturn. Endi bu gapni aytmasam bo'lmaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo! Ey, tandir go'shtini yeganlar shunaqa baqiradimi? Davay, Surxondaryo! Bu boshqachani endi. Jigarlarim, Surxondaryo, Qashqadaryo hokimlariga alohida rahmat. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, rahmat yurtimizda tinch, osuda shunaqa sharoitlar yaratib berganingiz uchun. Rahmat hammaga. Ana endi boshladik bo'lmasa. 8-aprel meni dadajonimning tug'ilgan kuni edi. Men bir 7 yil oldin uydan chiqib ketib, sho'xliklar qildim. Otajonimda bir norozi qilgan joylarim bo'ldi. Bir tug'ilgan kuniga bir sovg'a olib bora olmadim. Otajonim, qirolim, meni kechiring. O'g'lingiz ana endi siz uchun harakat qilyapti. Onajonim, jannatim televizorda orqasidan qarab o'tiribdi. Bizning uyimiz oddiy loytom. Hali men uni qasr qilaman. Shuni izidan ketaman. Otajon! To'g'ri. Meni mashinam kredit. Otajonim mashinani yaxshi ko'radi. Otajonim mashinani yaxshi ko'radi. Pravosi yo'q. Otajonim, Spark muborak. Ana endi biz prava borib kulyat qilasiz, g'ayni to'xtatsa, Saturnda otasi bo'laman deysiz. Menga yordam bergan Muhiddin akajonim, sizga rahmat. Mani akajonim 2014-yil bu dunyoni tark etgan. Akam menga aka yordamga yubordi. Muhiddin akam, mani akam, Amirxon akam, mani akam. Mani ikkita yelkam bor, ikkita akam bor. Alhamdulillah. Ko'chada tortishsam, izidan kelayotgan akalariga ham javob bergan akalarim sog' bo'lsin. Men bu boyga qo'y boqib trenirovka qildim. Dalalarda qildim. Jay darajasiga 5 taktikaga urishdim. Ana endi bizda yangi komanda bor. Jaska ustoz, eshikni yopsangiz teshikdan kiraman endi. Ey, Conor McGregor! Tegdi! Sen UFC'da qirol bo'lsang, men oktagonda qirolman. Keyin oktagonga shartnoma qil. Ikkalamiz kim zo'r qirolligini kelishib olaylik. Ey! Ikkita qo'chqorning kallasi bitta qozonda qaynamaydi. Bu yerda bitta qirol bo'ladi. U ham men. Keyin oktagonga shartnoma qil. Gaplashamiz o'zbekchasiga.